Yashnar Palvon. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek bugun Yashnar polvonni xonadoniga mehmon kelgandik. Avaz ustani qo'l mehnatini ko'rib, aynan shu haqida sizlarga ma'lumot berishga qaror qildik. Qanunda bo'lsa biz boshladik. Usta aka, mana shu tunikafon haqida bir ma'lumot bersangiz, necha puldan bo'lyapti, qancha hamma yoq haqida bir to'liqroq ma'lumot bersangiz. Tunikafonlarimiz 110 mingdan boshlanadi, 150 minggacha materialiga qarab, tunikani qalin yuqaligiga qarab kvadratga ketadi narxi. Agar mana shu uyimizga keladigan bo'lsak, 125 mingdan hamma narsasi ichida ustasi, lesasi, samarezi, uy egasidan hech narsa so'ramagan holda 125 ming so'mdan qilib berganmiz kvadratini. O'rtacha fason ham bu. Bu o'rtacha fason, bundan ham yaxshiroq fasonlarimiz bor. Xohlagan fasonni xohlasa internetdanmi, xohlagan yoki bizda o'zimizda katalogimiz bor, o'zimizdan ko'radimi, hammasini qilib beramiz. Eng arzoni 110 ming so'mdan boshlanadi, Shunday. 150 ming so'mgacha. 110 mingligi ham aka, mana shundan hech qanday farq qilmaydi. Faqat tunikasini qalin yuqaligida razniца beradi narxi. Tunikasini qalin yuqaligida razniца beradi, chunki bu 0.35 tunika. 0.3 tunikani 110 mingdan qilib beramiz. Ko'rinishi mana shu bilan birga bir bo'ladi, faqat tunikani qalinligi sal yuqoriroq bo'ladi unda. Fason farq qilmaydi. Fason farq qilmaydi, agar xohlasa. Qalinligi, yuqqaligi farq qiladi. O'zi hech qanday farqi yo'q aslida. Masalan, fasonni xohlagan fasonni tanlashi mumkin. Xohlagan fason, absolyutno xohlagan fasoni narxi ketadigan materialiga qarab o'zgaradi. Masalan, mana bunday tilla qo'shadigan bo'lsa, oddiy tillalar endi kamroq ketgani uchun ularni общий ichida hisoblab o'rganamiz. Agar mana bu yerlarga tilla qo'shadigan bo'lsa, mana bu doполнительный hamma karnizlari bor, mana chekkasidagi karnizlariga tilladan bo'ladigan bo'lsa, unga boshqacha narx 150 mingdan общий ko'paytiriladi agar. Sal qo'shadi. Nержавейка bo'lsa, yana nержавейкалari bor, ular 150 ming shunday hisoblanadi agar. Atak fason farq qilmaydi, Fasonda narxi farq qilmaydi. Agar xohlagan fasonni tanlayversin uyda egasi, masalan, fasonda ahamiyati yo'q. Qanday fason bo'lsa ham narxi o'sha aytganimdek tunikani qalin yuqaligida razniца beradi. Bo'ldi. Xohlagan fasonni o'sha narxda qilib beramiz. Keyin mana bunda agar akfani ochiq joylari bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerlarda profil borda ochiq ko'rinadigan, bularda ham mokri 0.35 tunikadan afshipka qilib berganmiz hamma joyini tashqarilari bilan. Shunaqa koridor, balkonlarda ham bemalol sizlar afshipka qilib berasizlar. Shunday. Stoyka bo'lgan joylarda ham. Shunday. Devor, fasad farqi yo'q, hammasini qilib beramiz даже. Mana bunaqa plafon ham qo'yib berasizlar, o'zlari ichida bular. Hammasi ichida qo'yib berish, hammasi ichida. Mana shu hamma yog'i bitgan plafon, mana bunaqa stoyka hamma yog'i ichida 125 mingdan qilib bergansiz. Tunikani kvadratini. Tunikani kvadrati. Tunikani kvadratini. Uyda egasidan hech nima talab qilinmaydi. Uyda egasidan hech narsa so'ralmaydi. Endi ikkita, uchta usta borsa, yotib ishlanadi. Bo'ldi. Faqat uzoqroq joy bo'lsa. Kelasiz, hisob-kitob qilasiz, necha kvadrat bo'lgan, hammasini aytib, olib kelib o'rnatib berasiz. Kelishsak, olib o'rnatib beramiz, hamma narsasini ichida qilib beramiz. Hamma yog'i ichida, hech nima talab qilinmaydi. Uyda egasidan hech narsa so'ralmaydi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, kimga qanaqa savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol bog'lanib, mana shu usta akamizning nomerlari bemalol bog'lanib, narx-navo kelishib, aytib nima qilsangiz bo'ladi. Surxondaryo bo'ylab xizmat olib borishadi. Qayerga bo'lishidan qat'iy nazar telefon qilasizlar yoki Telegram nomerdan ham yozsalaringiz, Telegramda kataloglarni sizlarga tanlab beradi. Bemalol ko'rib, tanlab gaplashib, narx-navosi bilan bemalol mana shunday bitirsangiz bo'ladi. To'g'rimi usta aka? Shunday aka. Bizning kanalimiz nomidan kelgangan bironta bonusimi, skitkasi bormi? 100 kvadratdan agar joylari oshadigan bo'lsa, bir 500 ming bonus qilib beramizda. 100 kvadratdan oshgan joylarga 500 ming so'm bonus mana sizlar uchun bu. Mana shu pastga qo'yilgan nomerlarga bemalol bog'lansangiz yoki saqlanib qilsangiz, Telegram chiqib keladi. Telegramdan yozsangiz ham hamma katalogda Telegram orqali sizlarga tashlab beriladi. Rossiyadan turib, xorijdan turib ham bemalol bog'lansalaringiz, adreslarni aytsangiz, usta akalarimiz o'zlari borib, o'lchab, hamma yoqni tayyorlab olib borib o'rnatib berishadi. O'zingiz bo'lishingiz ham shart emas. To'g'rimi usta? Shunday. Mana shunday
Uylarimizga agar vodostoykalar qo'yilmagan bo'lsa, tarnovlari, vodostoykalari hamma narsasini qo'yib beramiz. Ular ham hammasi ichida gaplashaveramiz. Uni ham xuddi shunday tununkasining qalinligiga qarab 60 mingdan 70 minggacha narxi o'zgarib ketadi. metriga shunday qo'yib beramiz, hamma narsasi ichida. Bir dona samarasi ham biron narsa olib kelib bermaydi degan o'zimiz qo'yib beramiz. Biz bilan qoling, bizni kuzatishda davom eting. Sog', salomat bo'ling.